Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, bizni tomosha qilib turgan barcha. Yurtimizda bo'layotgan yaxshi o'zgarishlarga men ishonamanki, fuqarolarimiz hech biri befarq bo'lmaydilar. Bugun jamiyatda munosib o'rin tutish naqadar zarur bo'lgani kabi, ana shu munosib ishga munosib tarzda kiyim kiyish ham albatta bugun nima deydi, bu ham bir jamiyatda chiroyli odob qoidalaridan. Men anchadan buyon orzu qilib yurardim, mana shunaqa mana asli smoking uchun mo'ljallangan gafri oldi, taxlama gafri, xalq tilida gafri ko'ylaklarni nuqul chetdan olib kelardik. Mana bugun Xudoga shukr, o'zimizda Toshkentda Mo'ljal Yakkasaroy to'yxonasidan 200 metr o'tganda yo'lning chap tomonida Mahmud Sarto atelyesi ish olib boryapti. Men bugun juda ham xursandman Mahmudjon, siz bilan tanishganimda. Menga juda ham yoqdi. Mana shu ko'ylak aynan mana shuni tikildi va eng qizig'i Mahmudjon respublikamiz istagan xoh Xorazm, xoh Qoraqalpog'iston, xoh menga ham Farg'onaga borib o'lchovini olib keldilar, erinmadilar. Rahmat. Shuning uchun men barcha aziz hamkasblarimga, umuman shu bugun liboslar kiyishga qiziqqan erkaklar ko'ylagi eng muhimi. Bu bitta versiya, bitta variant. Navbatda yana boshqa ko'ylaklarni ham namoyish qilamiz. Tavsiya qilamiz.